Diqqat aholiga tezkor muhim xabar, barcha tezda xabardor bo'lsin. O'zbekistonda 17-sentyabrda kuzatiladigan ob-havo ma'lumoti e'lon qilindi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. O'zbekistonda hamda jahonda sodir bo'layotgan eng tezkor va dolzarb mavzularni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib, videoroliklarimiz davomida bor-yo'g'i bir donadan like hamda podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldirishni unutmang. O'zgidromet O'zbekistonda 17-sentyabrda kuzatiladigan ob-havo haqida ma'lumot berdi. Unga ko'ra Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-14 daraja, kunduz 22-24 daraja bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm viloyatida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduz 20-25 daraja bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15 daraja, kunduz 20-25 daraja bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15 daraja, kunduz 20-25 daraja bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduz 25-30 daraja bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 15 daraja, kunduz 20-25 daraja bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 5-10 daraja, kunduz 10-15 daraja bo'ladi deyiladi xabarda.